Hammalarga assalomu alaykum. Toshkent Moskva yo'nalishimizdagi avtobusimizda yo'lovchilarimizni posадка qilib qo'yganmiz. Hozir yo'lovchilarimiz fikrlari bilan tanishib o'tamiz. O'sha bizning Instagram tarmoqlarimizda videoroliklarimiz ostida negativ kommentariy qoldiradigan, avtobuslarimiz to'g'risida bilib-bilmasdan ma'lumotga ega bo'lmasdan turib gapiradigan yo'lovchilarimizga hozir yo'lovchilarimiz avtobusimizda o'tirgan yo'lovchilarimiz ikki og'iz fikri bilan tanishib o'tamiz. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Yaxshimi? Yana bir bor charchamayapsizmi? Qaysi yo'nalish bo'yicha bilet oldingiz? Toshkent Moskva. Qancha edi bilet narxi? 850 ming so'm. 850 ming so'mga oldingiz. Kassada 865 ming so'm. 865 ming so'm. Ikki kishiga oldik. 1 million 700 ming so'm to'ladiydi. Shunaqa. Qarang, hozir sizga savolim, mana shu hozir Instagramda biz videoroliklar qo'yganmiz, reklama qilganmiz. Yurtdoshlarimiz ko'pchiligi aldanganidan xabarimiz bor. Men oramizda ham qancha shunaqa aldanganlar o'tiribdi. Misol uchun poslednikka ishongan, mashinnikka ishonib qo'yganlar. Nima deysiz, mana shu avtobuslarimizga ishonsa bo'ladimi? O'sha negativ kommentariy yozadiganlarga nima deb javob bera olasiz? Ishonsa bo'ladimi? Avtobuslarda yurganimga shu ochilgandan beri, shu Moskva Toshkent ochilgandan beri shu Tobir Rahiyev bekatidan постоянно qatnayman. Boshqa transport yo'nalishlarda yurmay qo'ydim-da. Samolyotda. Faqat shu avtobuslarda ketasiz. Avtobusda, yo'qkavoyda ham yurmayman-da. Tinchlik uchun, yaxshilik uchun sizlarda avtobuslarga kelib chiqaman. Bu arzonligida emas, tinchligida. Komforti bor. Komfort. O'ziga yarasha. Shunaqa. Xotirjam ketamiz-da shu holat bo'yicha. Qarang, yo'lda Qozog'istonda o'sha chegaradan Qoplonbekdan o'tganingizdan keyin Qozog'iston avtobuslariga sizlarni o'tkazib yuborishmaydimi? Bitta mana shu avtobusda Toshkentdan o'tirasiz, Moskvagacha borasizmi shunaqa? Agar Qozog'istonda avtobusga o'tirgizadi qo'ysa, bu avtobuslar ketmagan bo'lardi. Ketmagan bo'lardim. Shunaqa. Aka, rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi yetib oling. Hop, yaxshi, omon bo'linglar. Sog' bo'ling. Yaxshi ishlanglar.